ChatGPT menga 40 yoshli o'zbek ayolini ko'rsat. Agar u butun umr davomida tishlarini yuvib yurgan, ammo stomatolog ko'rigiga biror marta ham bormagan bo'lsa-chi? Mhm. Agar bir nechta tishi tushgan bo'lsa va tishini qayta tiklamagan bo'lsa-chi? Tushunarli. Ko'rib turganingizdek, birinchi va keyingi rasmlar o'rtasida yer va osmonchalik farq bor. Agar ayol kishi tishlariga e'tibor bermayotgan bo'lsa, uni tashqi ko'rinishi tez orada qarib qoladi. Hech kim mana bu ayolni 40 yoshli demasa kerak, kamida 50 yosh. ChatGPT endi umri davomida stomatolog ko'rigiga o'z vaqtida borib, tishidagi boshlanayotgan muammolarni oldindan hal qilsa va tabassumini yana ham go'zal bo'lishi uchun vinirlar yoki bo'lmasam sirkon koronkalarni qo'ydirsa qanday ko'rinishda bo'ladi? Juda ham chiroyli. Ko'ryapsizmi, hattoki ChatGPT ham tishlarni insonlarni qanchalik yoshartirib yuborishini isbotlab beryapti. Mana bu ayol esa kamida 10 yoshga yoshardi. Azizlar, sog'ligimiz barchamizning o'z qo'limizda. Shunday ekan, tishlarimiz sog'lig'iga bee'tibor bo'lmaylik va ushbu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying.